Angliyada Uyg'ur sud kollegiyasi ikkinchi qatimliq guvohlik anglashig'ini ejilib, lager shohidlari va tunilgan mutaxassislar Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarini taraf-tarafdan fosh qilayotgan bir mazgilda Markaziy Angliyadagi ITV kanalining Beijingda turishliq muxbirlari Uyg'ur elidagi ziyorat asosida ishlagan bir sin xabarni tarqatdi. Mazkur sin xabar Xitoy hukumati Uyg'ur sud kollegiyasining guvohlik anglashig'ida guvohlik beruvchilarni artistlar, yolg'onchilar deb ayblayotgan. Xitoy o'zining jinoyatlarini yoshiradigan tashviqotni kengaytirayotgan bir mazgilda e'lon qilinib, zo'r inkas qo'zg'adi. Bu sin xabarda ITV kanalining muxbiri Dabi Edwardning Qashqar 9 oqqacha berib, Nursimangul Abdurishning lagerga qamalgan ota-onasi va qarindoshlarining izjargini qilish jarayoni tafsiliy ko'rsatilgan. Our search for Noor's family took us to the outskirts of Kashgar. Noor is a Uyghur in forced exile in Turkey. She has lost contact with her relatives as one by one they have been detained. Nursimangulning radiomizga aytib berishicha, u ota-ona qarindoshlarining izjargini qilish jarayonida toki Qashqargacha bora oladigan bir muxbir izlagan. Oxiri uning bu orzusi ITV kanali muxbirlarining tirishchiligi natijasida amalga oshgan. Men ITV'deki aşı xabarchilar bilan o'tgan yili tanishgan. O'tgan yili u İstanbulga xabar ishligini kelgan chog'da, andikinze aşağıda tanışıp anne bizning uydikilning beshiga kelgan shu ahvolni ash vaqt bir xabar ishlagan. Inondan keyin ash vaqtda bir xabar ishlagan. Shu orliqda men to'xtamay o'zim shu vatanga bora oladigan muxbir izlagandim-ku. Ashlarning qism kinoniki ITV'ninki shu bardigan bo'ldi. Agar xohlasang seni uygimi basın deb men xabar qildi-ku. Anda shay bardigan xizmatdoshining aloqalash nomerini berdi. ITV kanalining muxbirlari Nursimangul ta'minlagan adresga asosan ularning 9 oqdagi uyini tepib borgan. She had told us her family was well known in the village, and so it proved. The first people we spoke to recognized the pictures we showed them of her relatives. Sıllı xabarda ko'rsatilishicha, Nursimangulning 9 oqdagi uyini tepish qiyinga to'xtamagan bo'lsa-mu, biroq ular uyini tepib borganda sirtidan qoliplangan bu qo'raning allaqachon tashlanib qolgan xarobalikqa aylanganligini ko'rgan. Muxbirlar naq maydonda turib Nursimangulga telefon qilib, uningga uyini ko'rsatgan. Bikinsi işləvatdım, otursam telefonum nəm qıldı, açsam bizning uyning darvozasining rasmini yo'llab ekan, yurkim bir xil odamning nimasidan chiqib ketadiganlik, og'zimdan chiqib ketadiganlik bo'lib ketdi. Ya'ni shunda bir xil nim qilib ketdim, qarsam bizning uy, handikizda xat yozibdi, mushasining uyami deb. Chunki men faqat xaritini bek iniq qilgandim. Agar baram nim qilmay qolib, topolmay qolsa avarchilik qilib qolsin deb naqd beribdi, mahallikidan so'rab azroq qildik deydi. Anniki shu nim qildi, inondan keyin naq maydonda telefon ochdi. Shu ekranda ko'rdim uyamni. Biroq u muxbirlarning yordamida tashlandiq xarobalikqa aylangan qorasini ko'rganida qabul qilsa kelmayotgan ochiq reallik bilan yuzlashgan. Dastlab resimni ko'rgan vaqtda ishonmay qoldim-ku, hamda chunki o'xshaydi, ammo men burun ko'rgan ish qattiq o'zgarib ketdi-ku hamma narsalar. Shuni telefonda ko'rgan vaqtimda andikin resmi ham shu meni uyamkan butunlay vayron bo'lib ketibdi deb nim qildim. Kallamganda uyni ko'rgan vaqtimda tunji qatim kelganim endi 4,5 yilning ustamanda biz umid qilib, masalan men burun uyamning o'nchilik bo'lib ketishini kallamga keltirmaganimda, lekin amaliy ahvolni ko'rgan vaqtimda endi uyam shunda bo'lib ketibdi 4 yil ichida. Anam dadam shu qiyinchilik sharoitda akam o'g'li qanday bo'lib ketganda, o'g'lining masalan hozirgi salomatlik ahvoli, o'g'lining jafo mushaqqat, ruhiy va fiziksel ashunaq bir o'g'li uningga bardoshlik berolmay nim bo'lib ketganda, men amaliyot 4 yilning qattiq xomush bo'lib, o'zimni aldab o'tibdi. Amaliyatim mening hayatımda mening bütün bana münasebetlik, yani mening hayatımda moyum bo'lgan, mening balalikim o'tgan, hayatımning en güzel eslimlerini yaşagan, hayatımdaki en moyum insanlar hamısı mahrum qapti menchi. Amaliyotda biz faqat bilmagan yerimiz var ki, nimani hayatımızda nimani o'chib ketdi, hayatımızda nimani mahrum qoldik.
Biz faqat bilmagan yerimiz varken əməliyyatda biz 4,5 yil ichida nurg'un nasldan ayrilib qoldik. Xitoy hukumati Uyg'ur elidagi qilmishlarini mayli qanday shaklda inkor qilishdan qat'iy nazar, mazkur sin xabari Uyg'ur aylarining vayron qilinayotganligining, ularning izlarining o'chirilayotganligining jonliq bir paket sifatida zo'r inkas qo'zg'adi. Nursimangul 2020 yilga kelganda tutqundagi ota-onasi va qarindoshlariga 2017 yili 13 dekabr kuni jazo hukmi kesilganligi va ularning ayrim holda 13 yil, 16 yil va 19 yillikdan kesilganligidan xabar topgan edi. Nursimangul radiomiz orqali dunyo jamoatchiligiga xitob qilib, har qaysi davlat hukumatlari hozirgacha Uyg'urlar yo'liqayotgan vaziyatga qanday ism qo'yishni talash-tortish qilayotgan mush minutlarda bizning oilalarimiz, yiltizimiz, kimligimiz xonavayron qilinyotidi. Izi yo'qotilyotidi. Endi biz harakatga o'tmasak, to'limi kechikkan bo'lamiz, dedi. Endi masalan 4,5 yil bo'ldimi shu ishlarning boshlanib, ya'ni 5 yil, 6 yil bo'lgan, lekin bizning beshimizga endi burun biz bilmagan bo'lsak, bizning beshimizga kelib 4,5 yil o'tib ketibdi va 4,5 yilda texnicham Xitoyning jinoyatining irqiy qirg'inchilikmi emasmi, umi bumi degan o'sha talash-tortish bilan o'tib ketibdi bu 4 yilda butun dunyo. Ammo u yerda nurg'ulg'an oilaning vayron bo'lib, nurg'ulg'an jonlining o'lib ketganligi, insonning nurg'un nasldan mahrum qolganligini hech kim u jihatdan o'ylashmaydi. Chunki butunlay hozirgacha 4 yilning üstün bina meselini hal qilish yeriga kelmay, to'xtamay uningga ism berish bilan talash tortish bilan o'tib kelsak, endi mening uyimga o'xshash millionlagan odamning uyi vayron bo'lib ketadi. Endi shunga vaqtimiz qolmadi. Hech qanday vaqtimiz qolmadi. Agar biz haqiqatan, ya'ni masalan xalqaro jamiyat siyasetçiler hakikaten Uygurluğunun başa kelgen şu zulümünü to'xtatib, şu irqiy qirg'inchilikni to'xtatib, bir o'zining vazifasini ado qilay deydigan bo'lsa, menchi vaqt qolmadi, tezroq bir shaklda bir ishlarning o'zgarishi kerak. Chunki agar ashunday ketaversak, tamom, o qilyotdi, davoni ma'vo qilyotdi, tamom, ishlar o'ngishilib qolsa deb hammalarni saqlab o'tirsak, ishlar hargiz o'ngishilib qolmaydi. Vaqt o'tib ketavergancha hammalar xuddi mening ashu uyamga o'xshash hammalar o'zimizning hayotimizga nurg'un nasldan ayrilib qolamiz, yani.